Nexia 1 egasiga topshirmasa bo'lmaydi. Hozir G'ayrat akanga telefon qilaman. Undan oldin sizlarga ikki og'iz gapim bor. Bu mashinaga juda ham ko'pchilikning mehnati ketdi akalarim. Prosta yuraklarni qizartirib qo'yasizlar, biz telefon qilamiz. Ket. Aka, siz o'ngsiz. Rahmat. Aka, mashinangiz tayyor bo'ladi. Bolalarni jo'natdim. O'shanga kelasizmi deb o'tirdim aka. Bo'ldi. Hozir boraman. Kelavering akajonim, xo'p bo'ladi. Bo'ldi, xo'p, rahmat. Xo'p. Mashina juda ham boshqacha chiqqan akalarim. Bitta ko'ramiz. Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Salomatligingiz yaxshimi? Bo'lingizmi? Yaxshimisiz? To'g'risiz? Keling aka. Mashinangiz bitta. Internet ko'rgandirsiz? Keling. Inshaalloh. Ochamiz endi aka. Keling. Bismillah. Ana. Oy. Ana. Rangi oppoq bo'ldi aka. Rahmat. Zo'r chiqdi inshaalloh. Juda ham ko'pchilik hissasini qo'shgan Nexia bo'ldi-da aka. Alloh rozi bo'lsin hammasidan. Aytangiz kelsin. Tamosingiz yoshingiz aka? Yo'q. Bular ikkalasi. Ikki dunyo o'qib. Bismillah. Voy. Boshqacha bo'lgan. Darga oldin salondan chiqargan mashinalarni hammasini hidi. Barchangizdan Alloh rozi bo'lsin. Aradagi 4 ta projekt qilgan bo'lsa, eng qiynagani mashhur. Ya ko'rdim. Yangi narsasi chiqdi. Bolalar olib keladi, lekin baraka topinglar. Tank maydon qo'ydi aka, yoshlikni eslatgan holatda. Kassetalar bor bu yerda aka. Rahmat. Bardacho'larda. Zat qilib ko'ring endi akajon. Bismillahirrohmanirrohim. Aka, mashinaga bizni mehnat qildi, to'g'ri, lekin Neoline kompaniyasi bizga ishonib, bitta yaxshi odamni top, sizni 3 kun qildi. Ya'ni sizga nasib qildi, shuncha odamlarning orasidan o'zingiz ko'rdingiz, tabiiy sizni taniyman, shunday yo'lda ko'rdim. Mana shu odamning mashinasini qilish kerak dedim. Alloh rozi bo'lsin. Neoline kompaniyasiga, hammasiga qo'li tekkanlarni, pul ajratganlarni hammalariga Alloh rozi bo'lsin. Duo qilib qo'yasiz akajon. Bismillahirrohmanirrohim. Allohim mana shu qilgan ehsonlaringizni dargohiga qabul qilsin. Hammani uyida mana shunday xursandchilik kunlarga sababchi bo'lib qolinglardan hammalaringiz, bolalaringgacha duo, ota-onalaringgacha duo qilyapsiz. Neoline kompaniyasiga, hammalariga Alloh rozi bo'lsin. Mehnatinglarga rozi bo'linglar. Alloh xayrli barakatli qilsin hammamizga. 71 nomer bo'ldi. Inshaalloh dinor raqamlari ukamiz. Ya Alloh rozi bo'lsin. Aka, Damazga taqdi. Endi men bu Nexia'ga taqmasa bo'lmaydi deydi. Alloh rozi bo'lsin. Chiroyli bo'ptimi aka? Zo'r. Antiradan ham taqib berishdi. Sizga o'sha 7700 antiradan ham taqib berishdi. Mashina zo'r bo'ldi inshaalloh. Aka, maza haydab yurasiz. Shu Neoline kompaniyasiga ham o'tgan rahmat. Uncha kompaniya qilmagan narsani qilib tashlashdi. Yo'q, rahmat. 10 ming dollardan oshiq pul ketdi-da mashina. Ko'rdim, ikki qayta o'tdan buzib turib, qo'llarga borib keldi aka. ko'rdim. Ko'pchilik ham qari rullarni hadya qilishdi, sidinalarni hadya qilishdi aka. Hammalarga Alloh rozi bo'lsin. Rizzo bo'lsin aka, xayrli bo'lsin. Rahmatulloh. Alloh rozi bo'lsin. Haydab ketaverasiz akajon endi. Mashina sizniki. Rangi ko'kida oq bo'ldi aka. Lekin baribir odam u bilan buni qandaydir noqulay o'tirganda ham boshqacha bir nima desa bo'ladi. Boshqacha anavda. Shuna. Akani qiynamaymiz-da. Rahmat duo qilib qo'yinglar bo'ldi, bizga hech narsa kerak emas. Joningiz sog' bo'lsin. Mehr ko'zdan tilqali bo'lsin.
Mehr ko'zli akalarim, dilxirali bo'lmasa, yelkamdek zimmadan qutuldim. Endi mazza qilib uxlayman. Charchab qolmanglar.